hozir biz sizlar bilan opa-singillar versiyasida so'z o'yini o'ynaymiz. Birinchisi, eng yaxshi ko'rgan meva. 1, 2, 3. Apelsin. Shustri bo'lish kerak, bala. Shustri bo'lish kerak. Menga apelsin yoqadi. Eng yaxshi ko'rmaydigan meva. 1, 2, 3. Banan. Eng yaxshi ko'rgan gul. 1, 2, 3. Piyoni. Shoshilma, sekin. Faqat bilaman. Futbolni komandaga balet qilish. 1, 2, 3. Real. Barsa. Real. Eng yaxshi ko'rgan mashina markamiz. 1, 2, 3. Mercedes. Ye. Part tuni chiqishini xohlasanglar, kommentariyada part deb yozib qo'yinglar.